O'rtoqlar, sizlar uchun zo'r lokatsiyadan yaxshi uy topib qo'ydim. O'rtada makler, realtorlar bo'lmaydi. Uy egasiga to'g'ridan-to'g'ri aloqa chiqib ko'rasizlar. Ko'rib turganingizdek 7 qavatli g'ishli novostroykamizani 6-qavatida 2 xonali zo'r remonti bilan uyimizni sotuvga chiqdi. Narxi ham zo'r. Oxirida o'tib ketaman. Lokatsiyasi ham vashshi zo'r. Shahar markazida joylashgan. Bolalar o'ynaydigan maydonchalari, dam olib o'tiradigan besedkalar, chiroyli qilib bog'lab qo'yishgan. Bolalar sport bilan shug'ullanadigan sharoitlar ham qilib qo'yishgan o'rtoqlar. Mana bu podyezddan kirishimizni mana shunaqa katta bitta prixojka. Kirishimiz bilan shkaf qilingan katta mana surilib ochiladi u yoqqa bu yoqqa. Biyoqlarimizda, xonalarimizda joylashgan. Mana zaldan boshlaymiz. Kattagina mana mehmonxonamiz, remontlari yaxshi holatda. Kirib yashaydigan holatda. O'rtoqlar, uydagi narsalar ketadi, ayrim narsalar qoladi, uni gaplashib qoldirsa bo'ladi uy egasi bilan. Bu to'g'rimizda hojatxona joylashgan alohida, bu yoqda bo'lsa yuvinishxona joylashgan. Va bu yerda bo'lsa oshxonamiz. Mana oshxona mebellar, ko'rib turgan hamma narsalar shu yerda qoladi. Mana oynalarimizga rishotkalar qilingan. Ko'ringlar. Endi bu yoqda oxirgi xonamiz. Bu yotoqxonamiz. Remontlari yaxshi. Bu yoqda o'zini balkoni ham bor. Mana balkonlar ham rishotka qilingan. Maftumquli ko'chasida joylashgan Yashnobod tumani lokatsiya vashshi zo'r, hamma tomonlama udobniy. Narxi keladigan bo'lsa 73 ming so'rashyapti. Ya'ni o'zingizlar telefon qilib, kelishib, talashib, tortishib, savdolashib olsanglar bo'ladi. Uy egalarining nomerini video tagiga yozib qo'yamiz.